8-sinf geografiya. Mavzu: Janubiy iqtisodiy rayon. Iqtisodiy geografik o'rni va tabiiy boyliklar. Janubiy iqtisodiy rayon mamlakatimizning janubiy qismida joylashgan bo'lib, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridan tashkil topgan. Demak, mana O'zbekiston xaritasini ko'rib turibsiz. Unda sariq rangda berilgan hudud Janubiy iqtisodiy rayon hisoblanadi, ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Iqtisodiy rayon uchta respublikalar bilan chegaradosh: janubda Afg'oniston, g'arbda Turkmaniston, sharqda Tojikiston Respublikasi hamda shimolda Zarafshon iqtisodiy rayoni bilan chegaradosh. Iqtisodiy rayonning maydoni qariyb O'zbekiston maydonining 1/1 qismiga teng bo'lib, bu hududda mamlakat aholisining har 7tasidan biri yashaydi. Iqtisodiy rayon mamlakatimizning janubiy darvozasi hisoblanadi. Amudaryoda qurilgan avtomobil va temir yo'l ko'prigi rayonning iqtisodiy geografik o'rnini xalqaro miqyosga ko'targan. O'zbekistonga nisbatan shimolda joylashgan aksariyat davlatlar Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni shu ko'prik orqali amalga oshiradi. Demak, ekraningizda ko'rib turibsiz, ana shu hayraton ko'prigi aks etyapti. Iqtisodiy rayonda cho'l va tog' yaylovlarini o'zlashtirishi bilan tabiiy yaylovlar tobora qisqarib bormoqda. Bundan qorako'lchilik zarar ko'rmasligi uchun cho'llarda meliorativ tadbirlar ko'rilmoqda. Iqtisodiy rayonda yoqilg'i energetika boyliklari nihoyatda ko'p. Sho'rtan gazi Sirdaryo iyesini, hatto Angren iyesini ham yoqilg'i bilan ta'minlaydi. Muborak gaz konlari butun mamlakatga va xorij davlatlarga yoqilg'i yetkazib bermoqda. Bir nechta neft yonuvchi sizlarning konlari aniqlangan. Osh tuzi, marmar, ohaktosh, kipis zaxiralari, kimyo va qurilish materiallari sanoati uchun katta istiqbollar ochadi. Aholisi: iqtisodiy rayon bo'ylab aholi juda notekis joylashgan. Sug'orib dehqonchilik qilinadigan tumanlarda aholi zich, ya'ni 1 kvadrat kilometrga 100-250 kishi to'g'ri keladi. Tog', cho'l, chala cho'llarda aholi siyrak. Shaharlar kengaymoqda, yangi shaharchalar paydo bo'lmoqda. Xo'jaligi va uning hududiy tashkil etilishi. Iqtisodiy rayon qishloq xo'jaligida chorvachilik alohida o'rin tutadi. Qorako'l yetishtirish bo'yicha rayon mamlakatda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Keng yaylovlar, makkajo'xori va beda yetishtirish, sanoat chiqindilaridan foydalanish chorvachilik yuksalishiga imkon bermoqda. Go'sht va yog'on uchun boqiladigan dumbali qo'ylar hamda echkilar tog' va tog'oldi yaylovlarida boqiladi. Tog'oldilarda hamda quruq dashtlarda mayin uzun jimli qo'y va echkilar boqilmoqda. Iqtisodiy rayonni tashkil etgan ikki viloyatda sanoatning holati bir-biridan keskin farq qiladi. Qashqadaryo viloyatida asosan qazib oluvchi sanoat hisobiga sanoat yuksak rivojlangan bo'lsa, Surxondaryo viloyatining sanoatini mamlakat sanoatidagi hissasi juda kam. Qashqadaryodagi Talomarjon IES, Muborak gaz kabi yirik korxonalar nafaqat iqtisodiy rayon, balki mamlakatimizning iqtisodiyotining faxri hisoblanadi. AQSh va Yaponiya kompaniyalari ishtirokida qurilgan 600 atmosfera bosim ostida ishlaydigan, bir kecha kunduzda 4.2 million kub metr gaz ishlab chiqaradigan ko'kdumaloq kompressor stansiyasi strategik ahamiyatga molik sho'rtan gaz majmuasi bilan ham shular jumlasidandir. Demak, ekraningizda sho'rtan gaz kimyo majmuasini ko'rib turibsiz. Transporti. Iqtisodiy rayonda transportning barcha turlari mavjud. So'nggi vaqtlarda rayondagi har ikkala viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini tezlashtirish, yuk tashishning transport ta'minotini yaxshilash maqsadida Toshg'uzar, Boysun, Qumqo'rg'on yangi temir yo'li ishga tushirildi. Bu temir yo'l Boysun tumani orqali iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham rivojlangan tuman qishloqlarga sanoatning kirib kelishiga, yer usti va yer osti boyliklaridan keng foydalanishiga, musaffo tog' havosida davolash maskanlari, turistik bazalar, dam olish uylari qurishga katta imkoniyat yaratadi.
Eng muhimi, yangi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy obyektlar qurilishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi tadbirkorlikning rivojlanishi uchun keng yo'l ochib bermoqda. Natijada iqtisodiy rayonda yuk tashish hajmi keskin ko'paydi. Mahalliy xomashyolarni qayta ishlash asosida 100 dan ziyod yangi korxona ishga tushirildi. 10 minglab aholi ish bilan ta'minlandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi, aziz o'quvchilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Andijon viloyati Buloqboshi tumani 17-maktab geografiya fan o'qituvchisi Sarvalayev Umidjon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.